Umid aka. Zebo, bugun uyga qarindoshini olib boryapman. Esingdan ovqat qilib qo'ygansan, ha? Keyin hozir 5 minutda boramiz. Kukmara bilan hayotingizni yanada osonlashtiring. Onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Nima? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz zaningda simali qilsa bo'ladi. Bekorlarni 5 tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumali bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalini boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqasiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. Zo'r. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim lo'lilarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondirdim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'yotosh, bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tobek bardosh. Mana o'tib olib kelamiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zebolar juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Hozir xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bo. Bo'ldi, shart emas, o'tiravringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan uchtasini hozir olib kelaman. Ey, men Tohir dodani hassalari pop belli qisilataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi deb mabodo ko'rmadinglarmi? Men bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalida ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmaydi, uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana buni qarang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasmani uyimda kalonka bor-ku. Sochini shamollar maydalar. Voy, tinchlikmikin? Tashqarida nima baqir-chaqir? Yuringlar chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-de. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Pinxona shoshgan qancha, uyingdan chiqmaysan, o'zgarding ancha. Odamday gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, yuragimni ezma nazira.
Ichmaymizmi? Jinnimiz. Birovni uyida ichmaymiz-ku. Tugabsan-ku. Mani qolishimga uyimdagilar ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xibimam, men qolaman bilan. Sani qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mali xolama hozir hamma uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak, niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumalak pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin, kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelmadim. Mana shuni berib turaydi, ha? Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi, amayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni uyda qolib ketibdi, shunga savol ketaman. Bo'latsang. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik Sumali o'tdi ketdi, hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyi. Zato bizga ko'proq Sumali qoldi. Navro'z muborak onajonim. Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim, hokipoyingizni olay kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qilingiz, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin. Umid aka, turing, choy tayyor. Yana yuzimga narsa surdingizmi? Betingiz yo'q ekan, har doim shunaqa qilasiz. Bo'pti, arazlama. Yana kilik yopishtirdingmi? Nima sakrab yuribsan? To'g'ri yur. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, ishga ketdimmi? Men sizni kuzatib qo'yaman. Shart emas, o'tiraver. Yo'q, kuzatib qo'yaman. Ciao. Don, Ziki. Men o'ynamayman, bo'ldi. O'yini oxirigacha mujik bu uy ishlaridan ham o'ynaymiz. Yitqizgan idishda yuvishdan karta bosib yuboramizmi? Go jigar sus. Ey erkak o'la. Yutkizishingni bilasan ekan. Enga o'xshab pilisos qilishda o'ynasang o'larmiding? Oyim bilan adam uxladilar, ketdi ovqatlarga. Bekor oyijon, otajon olib kelmadi, deb ko'ynim g'ash. Xotirom ular o'zini xafa qilmaydi. Aytdimi ular o'zini xafa qilmaydi? Lustra chiroyli ekan, ha? Olinglar. Kim birinchi ishga? Don. O'z Ahmad aka ovqatlari zo'r-da, ayniqsa balig'i. Somsasi, shashligi, go'shtlarni hammasi Buxorodan keladi. Oshpaz ham Buxorodan, jo'jaligi ham rosa zo'r. Uni ham Buxorodan olib kelishadi. Lokatsiyasi ham zo'r. Yunusobod 6-kvartal Amerikanskiy posolstvodan keyin urishda chap qo'lda. Zebo kuladi. Yap-yangi ko'ylangan mana nima qildingiz kerak? Oyim, men bilmayman. Sizga aytdim, buni kelin qilmaylik, uy ishlarini bilmaydi. Mana xo'. Bo'pti, arazlama bu yoqqa. Bo'pti, qachon kerakni kechir endi. Bir-birimizga yaxshilik qilmaylik, mehribon bo'laylik. Yur, sen yaxshi ko'rgan somsan olib kelganman. Ketdim. Ishonch bering. Ha, bo'pti, mana kir. Ketdim. Zebo. Mambo, ne tolekin. Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go. You mix. Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopishmagan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi. Zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan. Sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan. Zakirova, sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima ovqat qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tishlari ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, to'zi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Institutga kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga bilan 3 qo'ydirib kelaman. Qo'yib yuboribsiz-chi?
orqaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz Boshini yuvib yurarkan yaxshi. Bu mani o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqaraman deydi Zakirova. Zakirova san qolasan. voy ustozim aybish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin keturasan. O'g'lim rashk qiladi. Zebo, maktabimizgacha suvchilik kelishibdi. Sani sinfingni so'rashyapti. Yo'q, ha yuringchi. Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisichi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisichi? Yo'q, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashtirishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqatmaydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yuvmasa ekan bu. voy nima hamma mani yomonlab ketyapti. Endi mani kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rostdan kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Dugoningni to'yda kelin dugona bo'lsang nimalar bo'ladi? Makiyajim oqib ketyapti. Sen bugun uni ham salonchisi, makiyajchisi va xizmatkor cho'risi bo'lasan. Kiyotdi. Hayajonlanib bo'lman. Yo'l o'ng tomonda turaman, chap tomonidami? Qatingga kelib tur, o'sha yerda turaverasan. Hech nimani bilmasang ham bir amallab kelinni olib yurishing kerak. Siz yaxshilab qarab turing. Birinchi marta kelin bo'lishida hech nimani bilmaydi. Opa, men ham hech narsani bilmayman. Yaxshi tomoni fotosessiyaga ketayotganda seni birinchilardan bo'lib oldiga o'tkazib ketishadi. Sizlarni kim olib ketadi? To'yi boshidan oxirigacha mana shu jin urgur kelin qo'yningni sudrab yurasan. To'yxonada qornim og'rib qolsa nima qilaman? Hali to'y payti chiqib ketgan bitta ham kelinni ko'rmadim. Demak, hamma bir xil ish qiladim. Kamiga kelinni hamma sendan so'raydi. Kelin qani? Qizim qani? Kelin, kuyov bir-biri bilan ovora. Mana bitta kuyovni o'rtoqlari kelin dugonalarini o'rash bilan ovora. Zebo dugonam qani? Kelin yo'qolsa ham unchalik vohma qilishmaydi, lekin sen yo'qolsang hamma qidiradi. Sen bo'lsa to'yini o'rgani ketgansan. Zebo qayerda yuribsan? To'yinaga bo'lajak chaqaloqinglar uchun kolyaska olishga keldim. Voy, shart masida qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Uni o'zim marketda eng arzon narx kafolati bilan buyurtma qildim. Rostdan boshqa onlayn do'konlarga qaraganda ancha arzonroq. Eng maza joyi to'yxonaga borganda dugoningni istalgan pulga sotasan. 1 million bo'ladimi? O'zi bunga bu ham ko'p, lekin menga pul kelishi uchun 5 million berasizlar. Ya ishini oching ishini. Pul sochishayotganda ko'zingga pulli shunaqa olovdek ko'rinadi. Qaniydi yotib olib hamma pulni terib olsam, eng qizig'i hamma ovqatlayotganda sen kulib turishing kerak ekan. Hamma o'ynayotganda endi turib o'ynayman desang, To'y ketma, bitta o'zim qo'rqaman. to'y tugadi, hamma baxtli, lekin sen dugoningdan butun umrga ayrilding. Pax!